بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قدرli og'ayni qardoshlar darslarimizni Alloh taolaning keng rahmati bilan davom etamiz. Alhamdulillah bu bik zo'r baxt. Alloh taolaning rahmati o'zingning diningni o'rganuv. Durust etib Qur'ondan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan olib durust etib diningni o'rganuv. Ham durust etib o'zingning Robbiga ibodat qiluv. Alloh taolaning rizolig'iga erishir uchun. Alloh taolaning jannat lazzatlarini erishir uchun. Bu bik zo'r baxt. Zo'r baxt. Eğer derslerimiz devam eteyik. Kişilerin hudubida başlanıq İslam dininin 5 tereki turağında. İslam dini 5 terekka tuzilgan. Yani tüp negirge. Indi İslam dininin tarmaqlari bik ko'p. Amallari bik ko'p. Alloh taolo buyurgan, Alloh taolo qilgan shar'iy hukmlar bik ko'p. Lakin shularning eng buyugi o'sha 5 nima. O'sha 5 nima. Biz bitni buni hadisdan oldik, o'zidan sig'ib o'ylamaymiz, albatta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan buniyal islamu ala khams. İslam 5 nimaga tuzilgan. Shahadatan la ilaha illallah va anna Muhammadar rasulullah va iqamis salah va ita'iz zakah va hajjil bayti va savmi ramadan. Bu hadis bitinde Buxoriy ham Muslim yentiqlarında kela ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hilagan sahaba ismi Abdullah ibn Umar ibn al-Hattab. Ham bu hadisning ma'nosi o'tgan darsda aytdik, islom 5 nimaga tuzilgan, 5 terakka tuzilgan. Birinchisi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan taniqlik. Uning ma'nosini o'rgandik, talablarini bildik o'tgan darsda. Ikkinchisi bitni namoz o'qish, namozlarni boshqaruv, ya'ni Alloh subhanahu va taolo farz etgan 5 namozni boshqaruv. Uni nima ekanini anlatdik. Ham bugun üçüncüsünü öğrenemiz zakat to'lav. Üçüncü teragi zakat to'lav. Shuni aytib ketganda islomdagi g'ibodatlar 4 turga bo'linadi. Birinchisi til g'ibodati. Birinchisi til g'ibodati, ya'ni til bilan ishlanadigan g'ibodatlar. G'ibodatni biz o'rganib ketgandik. Arabcha ibodat bo'ladi. Aytdik butun Alloh subhanahu va taolo qo'shgan, ham uning bilan rizo bo'lgan butun amallar ham huzzar kerak. Mesela namazı Allah Teala qo'shgan, shulay bil. Qur'onda qo'shgan, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatida qo'shgan. Shulay bo'lg'as, namoz ul g'ibodat, zakat ul g'ibodat, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb taniqlik keltirib, ul g'ibodat, shulay bil. Ham shu g'ibodatlar 4 turga bo'linadi. Birinchi turi til bilan boshqariladigan g'ibodatlar. O bitinde Qur'on o'qu, shulay yo'q. Alloh subhanahu va taolo duo qiluv, hurov. Bular butahara til bilan boshqariladigan ibodatlar. Shulay qo'ydi, va kira darslar o'tkaruv, diniy darslar, kishilarni dinga o'rgatuv, bolalarni dinga o'rgatuv. Shulay qo'ydi, deganlardan tiyu, hamma Alloh taolo qo'shganlarni buyuruv. Til bilan bular butahara til ibodatlaridan kiradi. Alloh subhanahu va taolo buni buyura bizga, ham buni bilan rizo. Shulay bor tan ibodatlari. Tan ibodatlari u bitin namoz. Namoz. Çünkü onun maxsus hareketleri var. Hareketler var. Allah Teala aldığında basıp durahın. Kur'an okuyun, şunan rukukka gitahın. Allah'a başı yahın, bügülüp, teninde bügülüp. Şunan secdeye gitahın. Secde bitinde Allah'a başı yahın, başını yerge halıp. İn beyik, in rusa etmişey başıtlı ornunda Allah Teala aldığında halahın. Kemhinip, özünde kulu kendini bildirip Allah Teala aldığında halahın. Hem başkalar, şu hareketler barahala namaz esine göre, hem ul ten gıybedetine göre. Şulay namaz esinde başqarıla til g'ibodatlari, Qur'on o'quv, zikrlar aytuv, ham boshqalar. Shulay tan g'ibodatlarına ko'ra urada tutuv. Chunki hin o'zingning taningni yaratgan nimalardan tiyahin. Tong atgandan boshlab quyosh bo'yog'iga yaratgan nimalardan tiyahin. Ashav isvidan tudib berihin, tudimlikka ayronahin. Uchinchi bitinde mal g'ibodati. Mal g'ibodati. Alloh taolo rizoligi uchun Alloh senga bergan moldan sadaqalar berahin. Yog'li musulmonlarga şulay zakat to'lav butahara moldan sig'arilar. Moldan sig'arilar. 4-chi tur g'ibodat u yurak bilan boshqariladigan g'ibodatlar. Yurak, onu bulardan oldin aytib ketaman. Chunki yurak u kishining podshohi. Yuragida nima bor? Shu tilinasiga ham tannasiga. Yuragi Allohga g'ibodat qilar ekan, yurak bilan qilar ekan,
Шул йөрәгендә булган гыйбадәтте тәненә сыга. Кеше намаз укый башлый. Агъзалары белән, теле белән ифбат итә йөрәгендә булган гыйбадәтте. Йөрәк гыйбадәтләреннән бит инде бу Аллаһтан курку. Аллаһ Таала безгә куша үзеннән куркырга. Үзенең газабыннан, аның асуыннан куркырга. Аллаһ Субханаһу Таала әйтә: "Фала тахафуһум ва хафуни ин кунтум муъминин." Улардан куркмагыз, миннән куркыгыз ди. Әгәр дә һез мөэминнәр икән ди. Әгәр дә һез иман китергән кешеләр икән ди. Шулай ук йөрәк гыйбадәтләреннән Мөхәббәт Аллаһ Тааланы ярату, һөю. Аллаһ Таала алдына кәмһенү йөрәк менән. Булар бит зур гыйбадәтләр. Буларны Аллаһ Таала безгә фарыз иткән. Без Аллаһ Тааланы яратырга тиешбез, һәм Аллаһ Тааланы куркырга тиешбез, һәм Аллаһ Тааланан өмет итәргә тиешбез. Өмет итәргә тиешбез. Булар бөтәһе йөрәк менән эшләнә торган гыйбадәтләр. Менә ашы 4 төр гыйбадәт бар. Без бит инде үткән дәрестә намазны алдык. Ул бит инде нимә? Тән гыйбадәте. Тел гыйбадәте менән катыш. Алдык бит инде беренче исламның нигезе ул таныклык, ул тел менән китерелә торган. Тел менән китерелә торган. Йөрәк менән ашанып, тел менән китерелә торган таныклык. Инде бүген алабыз закат. Нимә ул закат түләү? Закат ул мал гыйбадәте. Ягъни мөлкәт менән эшләнә торган гыйбадәт. Ул бит инде кайһы бер малдан, ягъни бөтен малдан чыгарылмый, әлбәттә. Бөтен малдан түгел. Шәригатьтә тәгаенләгән малдан, мөлкәттән чыгарыла. Махсус малдан. Бөтен малдан чыгарылмый. Һәм дә шул мал шәригать тәгаенләгән кимәлгә барып итә. Аз малдан закат чыгарылмый. Әгәр дә мал кешеләр бер күләмгә итте икән, ул шәригатьтә нисап дип атала. Нисап кыймәленә итте икән, һәм шул мал ел айланаһына һакланды икән, шул кимәлдән кәмемәне икән, шунан закат чыгарыла. Бер ел үткәс. Бер тапкыр, елына бер тапкыр закат чыгарыла. Һәм ул закат күп түгел. Күп түгел. Мәсәлән, аксанан, алтындан яки көмештән 40тан бер өлеше чыгарыла. 40тан бер өлеше чыгарыла. Мәсәлән, кешеләр миллион һум акса бар икән, шуның 2,5% закат түләй елына бер тапкыр. Елына бер тапкыр. Һәм бу инде закат махсус шәригать тәгаенләгән кешеләргә бирелә. Түләнелмәй теләһә кемгә. Түләнелә ярлы мусламаннарга. Иң төп сыйныф закат түләнелә торган ул ярлы мусламаннар. Ярлы яшәү кимәле түбән булган мусламаннарга түләнелә. Һәм закат түләүнең емештәре кеше зур куркыныс авырудан котыла. Ул авыру кымһызлык, харанлык. Харанлык. Бу бик насар авыру, бик яман авыру. Шуннан котыла. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу Таала хикмәте безгә әмр итә мусламаннарга бер-беренә терәк булырга. Бай мусламандар, байлыклары булган мусламандар елына бер тапкыр закатларын чыгаралар. Тиешле сыйныф кешеләргә, ярлы мусламаннарга. Бу инде бер яктан дин туганлыкты, кардәшлекте арттыра, ныгыта, икенче яклап кешене харанлыктан котылдырта. Өченчедән бай кешеләр, бай мусламандар ярлыларның хәле турасында уйлыйлар. Һәм бай кешенең, бай мусламанның ярлыларга карата мәрхәмәте арта. Мәрхәмәте яллавы арта. Буның хикмәтләре бик күп. Һәм шундый хикмәт бар, Аллаһ Субханаһу Таала закат түләү менән кешенең малын кәметмәй. Уйлап йөргәнгәнбез бит атеистлар акыйдаһы менән, ялган акыйдаһы менән без укыттылар мәктәпләрдә 40тан бер өлеште алһаң, ул кәми 39 өлеш кенә кала дип. Кәми икән дип. Ләкин закат малыннан закат чыгара икән, ул малын һич шикел кәметмәй. Һич кәметмәй. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, садака кешенең малын кәметмәй диде. Кешенең малын кәметмәй. Бәлки ашу закатын түләү аркылы кешенең бәрәкәте арта. Аксаһының, малының бәрәкәте арта. Акса еңел килә. Һәм шул калган аксаның бәрәкәте була, файдага тотына. Бәлки Аллаһ Субханаһу Таала шуңа бәрәкәт биреп, аның аксаһы тагына күбәйер. Аллаһ Субханаһу Таала бәлки аксаһын күбәйтер, аксаһын, малын күбәйтер. Һәм ул киләһе елга монан да күбрәк закат чыгара ала. Буның хикмәтләре бик күп. Шулай ук бит намазның хикмәте һәм дә уның емештәре әйтергә онытканбыз теге дәрестә. Ул беренчедән кешенең күкрәге киңәя.
Musulmon kishi namozni boshqargandan so'ng ko'nglidagi bo'lgan tinsizliklar, bo'shliq tuyg'usi o'tib ketadi. Chunki u Robbini boshlaydi. Robbiha oldinda kamhatda o'zining Robbihina muhtojligini bildirdi. Agarda tegishlisa yerine yetkirib, yuragi bilan, tani bilan, ham tili bilan durust etib namozni o'qigan, bu namozning natijasi kishining ko'kragiga, yuragi tinchlanadi. Ham lazzat oladi. Ibodatdan lazzat oladi. Chunki u Robbihina ibodat qiladi. Robbihani nish marg'a getirgan? Barqa kirgan ibodat qilar uchun. Namoz, zakat ulardan. Robbimizga duo qilar uchun, undan yordam so'rar uchun. Ham shulay namoz agarda kishi durust etib boshqardiyha, namoz kishini nosar xuluqdan tozarta boshlaydi, ham gunohlardan yiroqaydi. Gunohlardan tiyadi. Alloh subhanahu va taolo aytgan Qur'onda: "Innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Durustlikda namoz tiya kishini fahishalardan ham gunohlardan tiyadi. Namozda yaxshi etib boshqargan kishi ul urlashmaydi, ul aldashmaydi, ul kishiga zulm keltirmaydi, ul ota-asahini ehtirom etadi, bolalarini durust etib tarbiyalaydi, ul kurshini ehtirom etadi, hamxonlikni o'zmaydi. Namozda agar durust etib bütün shartlarini o'tab boshqarar ekan, namoz uni nosar gunohlardan ham fahishalikdan tiyadi. Artabanғы islom dinining tiragi ul Ramazon oyida urada tutuv. G'arabsa savm bo'ladi. Savm, urada savm deb ataladi. Ham bu Ramazon oyida boshqariladi. Alloh taolo bir oy bo'yina bizga shu Ramazon oyida urada tuturmoqchi. U endi tan g'ibadati. Tan g'ibadati nechikitiri boshqariladi? Ertan tong atu bilan boshlana, tong atu bilan. Quyosh sig'i bilan tugul, ufuqdan tong ko'rina boshlaydi. Shundan boshlana kishi shu vaqtda oshog'dan, esivdan to'xtay, ham er bilan xotin orasida jinsiy yaqinlik to'xtalarga tegish. Ham shu davom eta quyosh boyansiga tikiladi. Oshamay, ismay, ham yaqinlik qilmay. Alloh taolo rizoligi uchun, Alloh taolaning buyukligi niyati bilan. Bu Alloh taolaning amri. Buning foydasi bek zo'r. Ham uning yemishlari bek zo'r. Birinchidan kishi o'zi sabrlikqa tarbiyalaydi. Ya'ni o'zining tanin tiya oshog'dan ham isuvdan. Kishi o'zining nafsini tarbiyalay boshlaydi, avurliqlay deb aytaylik. Ham bu Alloh taolo rizoligi uchun. Shulay bek zo'r foyda keltiradi bizning tanimizga. Buning hikmatlarini faqat bir Alloh taolagina bilib o'tadi. Biz barahında bilib o'tolmaymiz. Ham shulay o'rada tutuv kishining yuragida bo'lgan osuvun kunsullikni ko'ralmog'i shularni bitiradi. Kishining yuragi yumsharadi. O'rada tutgan kishi uning yuragi yumsharadi. Ibodatni yengil qila boshlaydi. Namozlarda yengillik bilan boshqara boshlaydi. Shundan bitni odoqqa islom tiragi ul haj qiluv. Haj qiluv. Hajni buldiralgan kishigina qila. Lekin buldiralgan kishi hajni hech shekil boshqarga tegish. Bir hadisda aytila: "Va hajjil bayti man istata ilayhi sabila." Ham haj qiluv kim uni boshqara oladi. Haj qiluv kim uni boshqara oladi. Haj qilirga bitni kishining bularga tegish moli. Ya'ni aqsahi Makka borib, kiri qaytarga yetarlik yo'l bularga tegish. Ham unda haj vaqtida kun ko'rilik aqsahi bularga tegish. Shulay bitni uning tozalik bularga tegish. Qaysi bir kishilar bitni, qaysi bir avrular orqali qo'ldan kelmay haj qilirga. Uning ustidan bu ibodat tushar. Bu ibodat tushar. Ham shulay yorli musulmonlar ularning ustidan Alloh subhanahu va taolo tushirgan. Bizning islom dini bek yengil din. Ham bu bitni haj birdan tan ibodati, chunki hin o'zingning taning bilan qilasan. Unda borib Makka qarahında, Ka'batulloh yanında haj qilasan. Hajning amallarini ishlaysan. Ul tan ibodati bo'l yoqlab, ikkinchi yoqlab mol ibodati. Chunki hin o'zingning balonda sarf etasan. Shulay. Tan ham mol ibodati. Ham bütün ibodatlar faqat bir Alloh taolagina qilinirga tegish. Alloh taolo rizoligi uchun qilinirga tegish. Ibodatni qilirga yaramay Allohdan boshqa. Masalan borib namozni qabrga o'qihan. Qabrga boshlayhan, sajda qilhan. Bu shirk bo'la ham hining bütün
qilgan yaxshi amallarini Alloh taolo qabul etmay, ham hin islom dinidan chiqib ketadi. İslam dininden çıkıp gitadi. Çünkü hin İslam dininin eng birinchi tiragin la ilaha illalloh tanıqligin buldum. Tiling bilan aytganda onun ma'nahin, onun talabini buldum. Hin Allohdan boshqa ikkinchi iloh ishlami. Şu qabrning iyahin uga g'ibat qilib, g'ibat bag'ishlab, hin uni iloh etding. Buni tanıyhingmi, tilayhingmi, hin yo'qmi, hin iloh etding. Hin islom dinidan chiqib ketding. Shirkka kirding. Alloh aqlahin. Shariatdagi ningina g'ibat bo'lmagan, o faqat Alloh taolaga boshqariladi ish. Alloh birdan bir iloh, birdan bir haq iloh. Bunga yetib turur. Ham shuni aytib ketganda kishi shunday zot, Alloh taolo barliqqa keltirgan shunday zot, o'zini nimaga ko'niktira, shuning bilan yashaydi. Nimaga o'rana, shuning bilan yashaydi. Shulay bolalaringni nimaga o'ratasan, nimaga ko'niktirsan, shuning bilan yashaysan. Agarda bolalaring kun-tuni televizor oldida uram bo'yinda yurar ekan, qayda borgan bilmayinsa, ne ishlagan bilmayinsa yurar ekan, u o'tkazsa shulay bo'ladi. Hinan o'tkaz tarbiya olmaydi. Bolalarni balakiydan almadlab g'ibatga o'ratish kerak. Dinning negizlarini yengil til bilangina, yengilgina aytib anglatish kerak bolalarga. O'rganhan balakiydan bilhin shuni. To'xtahin bo'lmayib bolalar bo'ldi. Tarbiyalay kelasak bo'ldi. Belki kelasak bugun sebepsi bo'lib bizning millatimiz ko'tarilib. Durust dinda payg'ambar alayhisolom sunnati bo'yicha hamda Qur'on bo'yicha yashab o'tgan bugun Alloh subhanahu taolo uni ko'tarasak hech shekil. Nindi xalq dinga tutunmahan, durust dinga tutunmahan, Alloh subhanahu taolo uni ko'taradi. Ko'taradi hech shekil ko'taradi. Bir qasomda xarob etmaydi xalqni. Ham dindigina xalq bo'lmahan, dindan yiroq ekan Alloh subhanahu taolo uni qasomdir bo'lsa xarob etadi. Xarob etadi. Allah subhanahu taala birovlar xarob etmay, zulmlik bilan. Allah subhanahu taala ayta: "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah subhanahu taala xalqning halini o'zgartmaydi, ular o'zlarini o'zgartmaysa. O'zlarini o'zgartmaysa. Agarda diningni o'zgartah ekan, Alloh taolo qarata, qarashingni o'zgartah ekan, ibodatlaringni qoldirah ekan, Allah subhanahu taala sening halingni o'zgartah. Bo'lgunlikka tomon. Agarda dindan yiroqaysan. Agarda dinga yaqinaya ekan, Alloh taolo yaqinaya ekan, Alloh subhanahu taolo seni bu dunyolarga qulluqdan ozod etadi. Subhanalloh. Innalloh la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo qavmning halini o'zgartmay, ular o'zlarining halini o'zgartmaysa. Bu endi ma'nosi o'zlarining halini, ya'ni ibodatlarini o'zgartmaysa. Alloh taolaga qarata dinlarini o'zgartmaysa. Shu vaqtda Alloh subhanahu taolo ularning halarini o'zgarta boshlaydi. Al kurhak bitinde bizning xalq yo'qolib o'tgan yerlik. O'zimizning davlatimizda yo'q, tilimizni yo'qoltib bitib boramiz. Bolalarimiz tilini bermay, dilini bermay deganday. Endi rus aytmishlar assimilyovat etib bitib boramiz. O'zimizning yerimizga ahvozat bo'l deganday. Ham buni birinchilikda o'zgartirmaysan, Alloh subhanahu taolo bilan o'zingning orangni o'zgartmaysan. Alloh subhanahu taolo bilan o'zingning orangni o'zgartmaysan, birinchilikda o'zgarta olmaysan. Allah subhanahu taala ayta: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." A'raf surasining 96-oyati. Uning ma'nosi agarda xalq iymon keltirsalar, Alloh taoladan qo'rqsalar, tiyganlardan tiyilib, qo'rqganlardan o'tasalar, lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Bitti ularga ko'kdan da ham yerdan da barakatni asirnikdi. O'zimizning barakatimizni asirnikdi. Walakin kazzabu, lakin ular yolg'onga chiqardilar, ishonmadilar. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ham ularning qilgan gunohlari orqali ularni elektrikdi, ularga g'azab yuberdikdi. Ularga jazo yuberdikdi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.